Lekin xudo xolasa mana quyosh davom etyapti. Doimgidek dastlabki bizda bepul O'zbekiston bilan vodiy bo'lar shunda qo'yganlarga anaqa so'zgida. Sentrifugamiz 1,5 metrlik eng zo'ridan, qalinliklik. Hamma o'ylanganidan, hatto patronlarga zakasni kelgan. Bilmadim bundan keyin kimni bizdan ko'chirib qilishi mumkin. Shunaqa patronlar, hatto mo'largacha ajraydi, po'kalargacha ajraydi. Taydi oyoqlarigacha ajraydi, hattoki hamma detallar o'ylangan. Aytaverasizlar, xudo o'zi kelajakda mana yerda ajratamiz deyapmiz. Shunday holatda pnevmatik katta 18 kilovatli motor 15, zashtalari bor, patronlari ham kattadan. Shunaqa yasayapmiz. Kimga shunaqa sentrifugalar kerak, aloqaga chiqaverasizlar, remont kerak bo'lsa ham qilib beramiz. Jarayolar ketyapti, xudo xolasa rustum jarasa olyapmiz. Hammasi joyida ketyapti. Ro'tlarimiz mana bunaqa ro'tlar ham bor, rabotchi, kim kerak bo'lsa, bular ham bor, rabotchi. Direkt muammolari bilan kelgan ro'tlar. Keyin yangilikni zo'ri, mana ro'tlarni ko'ryapsizlar. Erkak 4 kilovatli rotor, 4 kilovat. 4 kilovatli rotorga biz o'tdik, xudo xolasa. Aytaverasizlar, chiroyli yasab, doim bizdan olgan mijozlarga aravalar bepul. Arava bepul, 1 millionlik, Svavra bepul. Xudo xolasa biz ham maqtanishmasi zavodlashib boribmiz. Chunki xudo xolasa ishimizni boshladik. Toker ishga tushirdik. Xudo xolasa o'zimizning tokerlar ham bor. Katta apparatlar bilan. Boshdan toker do'stlarimizni detallarni o'stiryapti. Lazer xizmatlarimiz ham bor. Lazerlar ham qattiq. Plazma rezaylar bor. Bu yerda mana ustalar qattiq olyapti, ketyapti. Usta hali zo'rimda qilib qo'y. Hali ustalar olyapti. Bu yerda mana kirmoqni ishlab chiqaryapti. To'liq shunga atrofda kerak aloqa to'liq chiroq yasab, o'rnatib olib beramiz. Hozir bizda servis xizmati ham bor. Masalan, mana kirmoqlarni ham ancha oldin sotganmiz, remontga kelgan. Buni remont qilib turib, yangilab turib jo'natamiz. Chiroqqa yurishda ishlab beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Har bir bo'ljaga, har bir detal ahamiyatga ega. Chiroqlarga remont qilib, to'g'rilab yurgizib beramiz. Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz ishlatib yurgizib beramiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qora aka, bitta mehnatda toplangan anaqa izda ko'rsating. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ko'taraveramiz. Hammaga rahmat.